Va Toshkentda yana qum bo'roni boshlanyapti. Mana qaranglar. Bittada bo'lib ketdi, bor. Qattanga yotdi shuncha chang. O'tgan bo'lsanglar, Toshkentda hozir juda yomon bo'lib ketyapti, ifloslanib ketyapti. Nafas olish ham qiyin bo'lib ketyapti. Bitta mashina quyinglarga achistитель olib qo'ysanglar, o'zingizlarga, yosh bolalarga, yosh kattalarga juda foydali narsa hisoblanadi. Bizda sotuvda Lamoda achistительlarimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. Bu 4 vaddon bo'ladi. Havoni tozalaydi, namlaydi, namlaganda ham parvalanmaslik, естественный, ya'ni suvni zarralari milliontaga bo'lib chiqarib beradi. Buni bemalol xohlagan joylarga qo'ysanglar bo'ladi. Uxlayotganingizda yoningizga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Yosh bolalarni gullarni oldiga bemalol qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Undan tashqari ventilyator qilib ishlatsanglar bo'ladi. Aromatizatор qilib ishlatsanglar bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Upravляется полностью sensorli bo'ladi. Ночной rejimlari bor, avto rejimi bor. Undan tashqari suv tugab qolganini ham ko'rsatadi. Timeri ham bor. Undan tashqari RGB podsvetkasi bo'ladi o'zida buni. Ko'rishingiz mumkin, bunimiz 40 kvadrat joy tozalab bera oladi. Suvning yomkisi 3 litr bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, achistительimizning filtri dumaloq, qalin katta bo'ladi. Bu har qanaqa changlarni, mikrobakteriyalarni o'zida ushlab qola oladi. Ham ichiga bunda suv solib qo'yasiz, suvda turadi. Bu filtr постоянный, lekin buni ishlatishga qarab 9 oy, 1 yil, 6 oyda alishtirish kerak bo'ladi. Xudo xolisa filtrlardan muammo yo'q. Ko'rishingiz mumkin, o'zimizdan bemalol yana sotib olsanglar bo'ladi. Ko'p achistительda bilsanglar, уже yarim yil, 1 yildan keyin filtrlarni topa olmaysizlar. Bizda постоянный bo'ladi. Bu Xitoyda ishlab chiqarilgan Lamo achistitel'larimizga 15 oy to'liq kafolati bilan bizda eng minimal narxda, ya'ni 66 dollardan bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Videomizni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanib qo'ying, like bosinglar, fikrlarni kommentariyada yozib qoldirib, bu videoni hamma yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.